Nemishqa hozir 30 yoshli kishilarning as tutish iqtidori 50 yoshli kishilarga qaraganda nachar. Nemishqa yoshlar bargan sari asonlar tashvishlanish qaynamoq ketib qoladi. Buni hamma odam besim, yonufindagi har xil uchurlar keltirib chiqargan deb qaraydi. Biroq nerv ilmini tadqiq qiladigan mutaxassislar barliq kishilarni hayron qoldiradigan cho'ngmanga bir xil muqim aylanish ko'nib qolgan degan yakunni chiqargan. Ya'ni o'xshash mangdigan yo'l, o'xshash vaymay buyurtib yeyish, o'xshash kishilik munosabat. Kaliforniya dashosi bu xil holatni muhiti unumsizlashish deb atagan. Ular bir chashqanni qafasga solab qo'yib tajriba ishlagan. Natijada chashqanning nerv hujayralari aslidagidan 25% kemiyib ketgan. Tadqiqotchilar yana insonlarning cho'ng mangisi qarta tekshirish olib borgan. Natijada turmushi haddidan ziyoda tartiblik. Bir izda mangdigan kishilarning cho'ng mangisi o'xshash yoshli kishilarga qaraganda 6 yoshdan 7 yoshgacha qirib ketganligi ko'rsatilgan. Bundaqda qanday qilish kerak? Buning qarta mundaq bir necha xil usul o'tirib qo'yilgan. Birinchisi aktivlik bilan turmushingizdagi ba'zi odatlarni qalaymuqallashtirish. Bu anglamoq intayin subyektiv, shundaqmi? Lekin 3 mingdan ortiq yoshlarni iz qo'llab tekshirgan natijada ko'rsatilishicha, turmushiga ancha-muncha qalaymuqanchilik paydo qilganlarning cho'ng mangisi odatdagilardan 13 yosh odatda tug'an. Undaqda qalaymuqan bo'lish degan zodi nima? Bu hargizmi sizni muqim xizmatingizdan iste'fo berib eting yoki muqim oilangiz bo'lsa ajrashib keting deganlik emas. Balki har kuni ma'lum odatni o'zgartiring deganlik. Masalan, uyga qaytish yo'lini o'zgartib beqing. O'zingiz yeb baxmagan narsalarni yeb sinab beqing. So'l qo'lingiz bilan tishingizni cho'tkalab beqing. Xizmat ustulingizni boshqacha usulda retlang degandek. Garchi bunda qilishni siz hisobda sizning cho'ng mingingiz yoqtirmasmi, lekin bu dal uning o'tkir holatda turishdagi maxfiyatligi. Buni oddiy qilib tushuntirsak, cho'ng mingimi o'xshash rohat rayonida turish qamriq. O'xshash ishni qilayotganda cho'ng mingining nerv sistemlarini ishlatish nisbatimi yangi narsalarni ishlatgan qaraganda oson bo'ladi. Bunday deganda u mo o'rinlashib oladi. Shunga pensiyaga chiqqandan keyin uydan chiqmaydigan cho'nglarning qerish surati tezlashib ketadi. Bu ularning xizmat qilmaganligi sababidan emas, balki muhitning g'idiqlishining yo'q bo'lganligidan bo'ladi. Chunki cho'ngminga g'idiqlanishga, yangi narsalar bilan uchrashishga, to'xtamay yangi narsalarga moslashishga muhtoj. Ikkinchi xil usul texim g'alita. Men hozir sizning ko'zingizni yumib bir putlab 30 sekund turishga buyurayman. Sinab beqing. Agar qilolmasangiz, sizning cho'ngmingiz hozir dal 3 s surat bilan qiyryotadi. Men sizga chaqchaq qilmadim. Bu 8 yil tekshirish orqali chiqarilgan natija. Ularning ko'rsatishicha tangpunktni saqlashning chekinib ketishi bilish iqtidorining chekinishini ko'rsatib beradigan eng to'g'ri ko'rsatkich ekan. Undaqda bir tangpunktni saqlash harakati qanday qilib cho'ng mingining qiyrish suratini mo'ljallay oladi? Chunki kichik mingining tangpunktni kontrol qiladigan rayoniga yoshiringan nevron hatto butun cho'ng mingidagi barliq nevronlarni qatqandan ko'p. Agar kichik mingi chekinsa, bu xuddi egiz binoning asosiy tavranganga o'xshaydi. Odatda tafakkur qilish, qaror belgilash, yangilik yaratish qatorliqlarning harakati kichik mingi asosiga tayinadi. Kichik mingi chekinsa, aql bo'linmasimi, buning aksib chekinadi. Ammo eng odamni hayron qoldirdigani cho'ng mingi ta'tir oshalaydi. Buning qarta tadqiqotchilar bir guruh o'rta yosh kishilarni har kuni tangpunktni saqlash harakatini qilgan. 13 haftadan keyin cho'ng mingining hajmi burunqidan 4% oshgan. Bu nima deganlik deganda, ularning cho'ng mingisi 2 yosh yoshirib ketgan. Bu chaqda siz bu bek mubolig' bo'lib ketdi deyishingiz mumkin. Lekin bu haqiqatan tajriba orqali yakunlangan isbotlari to'liq bo'lgan natija. Uning ustiga usuli bek oddiy. Ya'ni har kuni bir putlab 30 sekund turish. Agar bu oddiy bo'lsa, ko'zni yumib turish. Bu oddiy bo'lsa, yostiq ustiga dastlab turish degandek. Balkim boshqa cho'ng mingiz bu xil usul ko'nalmasligi mumkin. Ammo izchil qilganda dal mush usul orqali yangi nerv sistemlarini qo'zg'atqili ulg'ili bo'ladi. Uchinchi xil usul bo'lsa, sizning ko'p vazifa o'tashga bo'lgan qarshingizni o'zgartira oladi. Nurg'un kishilar ko'p vazifani ijro qilish unumni to'valtiydi, cho'ng mingni texmo do'tlashtirib yetadi deb qaraydi. Lekin Einstein tibbiy shuyani 2000 quramiga yetgan odamni 10 yil kuzatgan. Hamda odatda bizning bilishimizga qarama-qarshi bo'lgan bir nuqtani bayqagan. Ya'ni bir yoqdan yo'l menib, bir yoqdan murakkab o'y xiyollarni qilgan kishilarning bilish to'salg'usiga uchrash xavfi 60% ga tushgan. Bu yerga halqiliq gap bo'lsa, murakkab o'ylanish. Bu telefon ko'rish, naqshanlash emas, balki rasmiy cho'ng mingni ishiltish deganlik. Undaqda bir yoqdan yo'l menib, bir yoqdan murakkab o'y xiyolda bo'lish degan zoti nima? Masalan, siz yo'l mang'ash bir parcha maqolni yodlab berish yoki 100 dan tortib sanaganda bir boshdan sanamay har bir qitimda bir sanni elib etib sanash degandek. Bunda qilganda sizning cho'ng mingiz bir vaqt moslashib turib, harakat qavti va fikr yurgizish qavtini tang qo'zg'atadi. Bu o'xshash bo'lmagan ming rayonning ulanishini ilgari suradi. To'rtinchi xil usul bo'lsa, eng muhim. Isbotlanishicha, kishilik munosabati yolg'izlikqa to'lgan kishilarning ming yashi normal odamlarnikidan 11.7 yosh qiyirib ketgan bo'lgan. Bu qiyirish surati uzun mezgil tamaki chekkan kishilarda tezgan. Buni anglab yig'ilishga borsak, paranglasak bo'ladigan-ku. Undidarimda necha ming odam bor, men kishilik munosabati yaxshi odam ekanman deb xato o'ylayman. Chunki sizning cho'ng mingiz ehtiyojli bo'lgani kishilik munosabatning soni emas, balki bilish sijilligi. Undaqda bilish sijilligi degan nima? U bo'lsa-mu bir odam sizning qarshingizga raqobat e'lon qilsa, bir odamning gibi sizni cho'nqur tafakkur qildira olsa, bir sizni beoromlik his qildira olsa degandek. Bularning nervi tadqiqotchilari aqlning so'qilishi deb atagan. Bu xil yuqori sijillikdagi ideyaning so'qilishi ondan cho'ng mingni texmi yaxshi qo'zg'ata oladi ekan.